O'tmish bugungi kunimizni, bugunimiz esa kelajakni yaratadi. Tarixni qanchalik yaxshi tushunib bilib olish, demakki, ertangi kunga to'g'ri qarashda arxivlarning roli katta. Tekshirildi, rahmat. O'z arxiv agentligi tizimida 3 ta milliy, ya'ni O'zbekiston Milliy arxivi, kino, foto, fono hujjatlari milliy arxivi hamda ilmiy texnika va tibbiyot hujjatlari milliy arxivi, shuningdek 101 ta davlat arxivlari faoliyat yuritadi va chegara sanalari 9-asrdan shu kungacha bo'lgan 16 million saqlov birligida turli mavzudagi arxiv hujjatlari bo'lib, ularni tekshiruvchilari ham turlicha. Nafaqat qog'ozda, balki terida, plyonkada, lentada va turli yozuvlarda ma'lumotlar saqlanib kelinmoqda. Davlatimiz rahbarining joriy yil 24-noyabrdagi arxiv ishi sohasini raqamlashtirish va sohada boshqaruv samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni bilan arxivlarga bir qancha maqsad va vazifalar belgilab berildi. Mazkur farmonni navbatdagi xalqchil hujjat sifatida qabul qilingan desak mubolag'a bo'lmaydi. Ushbu farmonda belgilab berilgan maqsadlar 5 ta maqsad belgilab berildi. Maqsadlar doirasida bir qancha vazifalar belgilandi. Milliy arxiv fondi hujjatlarini 60% ga yetkazish, arxiv xizmatlarini ommabopligini oshirish va yangi arxiv xizmat turlarini joriy etish belgilandi va bundan tashqari samarali boshqaruv tizimini joriy etish ham belgilandi. Arxiv hujjatlarini raqamlashtirish avvalambor bu xizmatlarni sifatiga va ularni tezkor bajarilishiga ta'sir o'tkazadi, bevosita ta'sir o'tkazadi. Ushbu farmonda arxiv xizmatlarini ko'rsatish muddatini 3 barobarga qisqartirish. Misol uchun bittagina xizmat turimizni olsak, O'zbekiston Respublikasidan chet elga hujjatlarni olib chiqib ketish uchun ruxsatnoma berish xizmati 15 ish kunidan 5 ish kuniga qisqartiriladi. 15 kundan 5 ish kuniga qisqarishi bu fuqarolarning ortiqcha vaqtini va ortiqcha xarajatini ancha tejaydi. Shu sababli ushbu farmonda aholi va tadbirkorlarga qulaylik yaratish maqsadida ushbu muddat qisqartirishlar belgilandi. Bundan tashqari fuqarolar tomonidan elektron nusxa hujjatlarni olish maqsadida so'rov berganda hozirgi kunda 3 ish kuni bo'lsa, endilikda 1 ish kunida ushbu hujjatlarni olish imkoniyati mavjud bo'ladi. Bundan tashqari nodavlat arxivlarini sonini kengaytirish maqsadida bir qancha vazifalar belgilandi. Nodavlat arxivlari tomonidan tegishli davlat arxivining jamlash manbaiga kirgan tashkilotlar uchun pulli xizmatlar ko'rsatishda ularning roziligini olish amaliyoti bekor qilindi. Bu o'z navbatida nodavlat arxivlarini kengayishiga olib keladi. Bir qancha ma'muriy tartib-taomillar soddalashtirildi. Tashkilotlar, shu jumladan nodavlat arxivlar tomonidan o'zlarida saqlanayotgan arxiv hujjatlari to'g'risidagi ma'lumotlarni tegishli davlat arxivlariga ma'lumot taqdim etishda endilikda yagona milliy arxiv axborot tizimi orqali taqdim etish amaliyoti joriy etiladi. Bu tadbirkorlarni va tashkilotlarni xodimlarini sarf xarajatini va ortiqcha vaqtini tejaydi. Samarali boshqarish tizimini joriy etish bo'yicha 36 ta shahar tumanlarida bir-birini vazifasini takrorlovchi 72 ta arxivlar faoliyat yuritib kelmoqda. Mazkur farmon bilan 106 ta shaxsiy tarkib hujjatlari davlat arxivlari faoliyati tugatiladi va ularning hujjatlari tegishli hududdagi davlat arxivlariga o'tkazilib, ularning vazifa funksiyalari ham o'tkaziladi. 2026-yildan arxiv xizmatlarini ko'rsatishda ortiqcha hujjatlar talab qilish bosqichma-bosqich bekor qilinadi. Ayrim xizmatlar bo'yicha ko'rsatish muddatlari esa bir necha martaga qisqartiriladi. Bu fuqarolar va tashkilotlar uchun arxiv bilan ishlash jarayonini ancha yengillashtiradi. Bizning arxivimizda fondida turgan hujjatlar nihoyatda ko'p. Juda ham katta. Umuman O'zbekiston Milliy arxivi eng katta arxivlardan biri hisoblanadi. Nafaqat yurtimizda, balki Markaziy Osiyodagi faoliyat yuritayotgan arxivlardan uni fondida saqlanayotgan hujjatlarni hajmi, tarkibi, aslliligi, tarixiyligi bo'yicha
judayam katta arxiv hisoblanadi va unda saqlanayotgan hujjatlarimiz nihoyatda boy, nihoyatda tarixiy, nihoyatda qadimiy hujjatlar hisoblanadi. Arxivlar tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlar sifatini yanada yaxshilash, yangi arxiv xizmatlari turini kengaytirish ham aynan shu aholimiz, xalqimiz uchun yaratiladigan shart-sharoitlardan biri hisoblanadi. Ba'zi bir o'sha xizmat turlarimizni bajarish muddatlari 2 barobar, 3 barobarga qisqartirildi. Misol uchun, fuqarolarimizni shikastlangan, zarar yetgan mehnat daftarchalarini tiklash bo'yicha ham ishlar amalga oshiriladi. Bugungi kunda mazkur ish turini bajarish muddati 20 ish kunidan iborat bo'lgan bo'lsa, farmonga ko'ra kelasi yildan mazkur xizmatni biz tez muddatlarda 2 barobar qisqartirib, 10 ish kunida bajarish mas'uliyatini bo'ynimizga oldik. Shu bilan birgalikda fuqarolarimiz uchun oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalarida o'qiganlikni tasdiqlaydigan ma'lumotnomani berish ish turi ham 2 barobarga qisqardi. Ya'ni bu albatta shu aholimiz uchun, xalqimiz uchun yaratilayotgan qulay sharoitlardan biri deb hisoblayman. Farmon bilan arxiv hujjatlarini saqlovini ta'minlash, ularning xavfsizligini ta'minlash bo'yicha ham bir qator vazifalar belgilandi. Xususan, shu arxivlarimizda saqlanayotgan alohida qimmatli va noyob hujjatlarga RFID texnologiyalarini joriy etish ham belgilandi. Ya'ni bu degani har bir o'sha fondlarimizda saqlanayotgan alohida qimmatli noyob hujjatlarimizga o'sha ma'lum bir chip orqali ularning xavfsizligi ta'minlanadi. Shu bilan birgalikda hujjatlar saqlovini ta'minlashda, ularning mavjudlik holatlarini tekshirish jarayonlarida aynan shu texnologiyalar biz arxivchilar uchun nihoyatda katta imkoniyatlar ochib beradi. Mazkur farmonda arxiv xizmatlarini kengaytirish va sifatini oshirish maqsadida 2026-yil 1-sentyabrdan boshlab fuqarolarning oilaviy shajaralari bo'yicha ma'lumotlarni onlayn tarzda taqdim etish imkoniyatini beruvchi shajara axborot tizimi joriy etiladi. So'nggi yillarda fuqarolarimiz tomonidan o'zlarining shajaralari bo'yicha ma'lumotlarni qiziqtirish holatlari yildan yilga ortib bormoqda. Shuning uchun ham shuni inobatga olgan holda biz kelasi yili oldimizda turgan katta vazifalardan biri aynan shu shajara tizimini yaratish bo'yicha ishlar amalga oshirish. Farmon chiqmasdan oldin ham mana shu ishlar bo'yicha birmuncha ishlar amalga oshirildi. Tegishli mutaxassislar bilan mana memorandum imzolanmoqda. Oltin meros fondini shajarashunoslik va manbashunoslik mutaxassislar bilan hamkorlikda biz ishlarni boshladik. Aytmoqchi bo'lgan jihatim shundaki, aynan shu shajara tizimini yaratishda arxivga chetdan o'sha ilmiy tadqiqotchilar, o'sha mutaxassislarni jalb etish uchun vakolat ham berilganligi nihoyatda katta ahamiyat kasb etmoqda. Shajarani aniqlash ishlari bo'yicha yana men shuni aytmoqchimanki, mana shu shajaraga qiziqqanlar hozirdan boshlab arxivga telefon qilib murojaat etishmoqda. Men bu borada aytmoqchimanki, davlat arxivimizda, xususan mana shu O'zbekiston Milliy arxivida har bir fuqaroning shajarasi bo'yicha ma'lumotlar mavjud deb ayta olmayman. Ma'lumotlar to'liq chiqmasligi mumkin. Men shuni xalqimiz orasida aytishim kerak. Bir xil noto'g'ri tushunchaga ega bo'lish kerak emas. U 7 avlodni 9-asrdan boshlab avlodiylarni aniqlab beramiz. Qilinadi bu ishlar imkoniyat doirasida, lekin ma'lumotlarimiz bizda to'liq emas. FHDYO arxivlari bilan hamkorlikda, shu bilan birgalikda Xadicha Sulaymonova nomli sudmet ekspertiza tashkiloti bilan birgalikda texnik portal yaratiladiki, har bitta fuqaro o'zini o'sha ID kartalari orqali internetdan kirib o'zi haqidagi ma'lumotlarni olishi mumkin. Har bitta shu shajara yaratilayotganda fuqaro tomonidan bergan ma'lumotlar ham qanchalik to'g'ri, qanchalik ko'proq bo'lsa, o'shanga qarab ma'lumotlar izlanadi. U bizga qancha ko'proq ma'lumot bersa, o'zini avlodlari, o'zi haqida, biz o'shanga qarab qidiramiz va albatta bu ish ham o'sha elektronlashtiriladi, reglamentlar tuziladi, aynan shu shajara axborot tizimi yaratiladi. Shajara xizmati 9-asrdan 1917-yilgacha, 1918-yildan 1941-yillarni va 1946-yildan hozirgi kungacha bo'lgan davrlarni o'z ichiga oladi. Shajara axborot tizimi, ya'ni bu bir portal sifatida ishlaydi. Aynan bunaqangi tadqiqotlar, ya'ni genealogik tadqiqotlar deymiz, dunyo bo'yicha juda ham ko'plab olib boriladi va aholi uchun, fuqarolar uchun juda ham qiziq hisoblanadi. O'zini ajdodlarini bilish, ajdodlarga oid ma'lumotlarga
hujjatlarga ega bo'lish va buni bitta portaldan olish bu juda ham qulaylik yaratib beradi. Prezidentimiz tomonidan farmonda 2026-yil sentyabrdan boshlab mana shu axborot tizimini ishga tushirish belgilab berildi. Bu qanday ko'rinishda bo'ladi? Ya'ni fuqarolik holatlari, dalolatnomalarni yozish bo'limlari, fiqh bo'limlarining hozir elektron arxivi mavjud. Mana shu arxiv davlat arxivlaridagi raqamlashtirilayotgan hujjatlar va ulardagi ma'lumotlar, ta'bir joiz bo'ladigan bo'lsa boshqa idoralar, boshqa tashkilotlardagi ma'lumotlar ham bitta axborot tizimiga integratsiyalashadi va ana shu ma'lumotlarni olish mumkin bo'ladi. Endi mana hozir biz bevosita arxivda turar ekanmiz, arxiv hujjatlari asosida qanaqangi yana ma'lumotlardan oldinroqlarini olish mumkin deganda, mana hozir qo'limdagisi 1866-yildagi metritskiy kitoblari. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin, turli yozuvlarda fuqarolarni, aholini ma'lumotlariga oid bo'lgan kitoblar bor. Yoki mana qo'limdagi 1888-yilga oid bo'lgan kitoblar, bu yerda odamlarga o'sha yer, mulk ajratishda ham ma'lumotlar yozib borilgan. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, arab imlosida, lekin eski o'zbek yozuvi deymiz, eski o'zbek yozuvi xato turkiy tillarda yozilgan va bu yerda yer ajratishda ham qarindoshlar, yaqinlar, odamlar to'g'risida ma'lumotlar bor. Fuqarolar to'g'risida ma'lumotlar bor va bulardan ham bevosita shu ma'lumotlarni olish mumkin. Yoki keyingi davrlarda ham bu hujjatlarimizda mana 1898-yilga olganda mana Toshkent shahar Ko'kchinskaya часть deyapti. Ya'ni Ko'kcha qismiga oid bo'lgan Toshkent shahar boshqaruvini aholiga nisbatan ma'lumotlari aks ettirilgan. Bu yerda bir qismi rus tilida, bir qismi eski o'zbek yozuvida yozilgan ma'lumotlar va bu yerda ham Ko'kcha mahalla misolida oladigan bo'lsak, juda ham qimmatli, qiziqarli va aholi, fuqarolar to'g'risida ma'lumotlar bor. Xuddi shunday turli davrlarga oid bo'lgan ma'lumotlar bo'yicha, demak, o'sha portalga kirgan fuqaroni o'zini shaxsiy kabineti yaratiladi dastavval. U One ID yagona identifikatsiya tizimidan ro'yxatdan o'tkazish orqali tizimga kiradi va birlamchi uni shaxsiy kabineti yaratiladi. Shaxsiy kabinetga yaratilgandan keyin o'z-o'zidan uni dastlabki ma'lumotlari, qarindoshlari, ota-onalari, farzandlari, yaqinlari bo'yicha ma'lumotlarni shakllantirish jarayoni boshlanadi. Avtomatik ravishda bo'ladi. Ana shu shaxsiy kabinetda bu shakllanib, boyib boraveradi. Hatto bu yerga media mahsulotlarni ham qo'shish imkoniyati bor. Foto hujjatlar, qanaqadir xronikalarni qo'shish mumkin bo'ladi. Keyingi bosqichlarni, ya'ni ma'lum bo'lmagan, aniqlashtirish lozim bo'lgan masalalar bo'yicha davlat arxivlarida shajarashunoslar, olimlar, tarixchilar, tilshunoslar bilan birgalikdagi ishchi guruhi ishlab so'rovlarni arxiv hujjatlari asosida qidirib, o'rganib, ma'lumot berib boradi. Bu tizim keyingi avlodlarga shaxsiy kabineti orqali shajarani davom ettirish imkoniyatini yaratadi. Keyingi yillarda, jumladan 2030-yilgacha bir nechta bosqichlarda faoliyatni takomillashtirishga, zamonaviy arxivlar darajasiga yetkazishga, umuman mana hududlarimizdagi arxivlar soni bo'yicha ana shu arxivlarimizni modernizatsiya qilish, bu yerda o'sha mobil stilajlar, zarur bo'lgan mana bunaqangi raqamlashtirish uskunalari, albatta mana shu uskunalarda ishlay oladigan mutaxassis, malakali kadrlar, ularni malaka oshirish masalalari va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini tizimga keng joriy etish orqali aholiga, tadqiqotchilarga xizmat ko'rsatish sifati oshiriladi. Yana bitta muhim jihat, hali davlat arxivlarimizda qo'llanilmagan bir masala bo'yicha topshiriq berilgan. Farmonda RFID texnologiyalarini joriy qilish. Bu nima degani? Ya'ni hozirgi biz aytgan milliy axborot tizimiga kiritiladigan va unga har bir hujjatga o'ziga xos raqam beriladigan tizim bo'ladi va bu hujjatlarimizni, misol uchun, tezroq topilishi, tadqiqotchilarimiz uchun tezroq taqdim etilishi va eng asosiysi ularning xavfsizligi, yo'qolishi, nobud bo'lishi, boshqa bo'lgan holatlarni oldini oladigan radiochistotalik bu texnologiya hisoblanadi. Jahonda qo'llanilgan tajribalari bor. Uni aynan O'zbekistonda ham qo'llash masalalari bo'yicha topshiriqlar berilgan. Va tizim takomillashib boradi. Tizim takomillashib borgandan keyin albatta bu portaldan nafaqat O'zbekistondagi yashayotgan fuqarolar, balki xorijda turgan vatandoshlarimiz ham qo'shilishi imkoniyati bo'lishi mumkin. Kimdir vatandoshlarimizdan kimlardir bu yerdan O'zbekistondan chiqib ketgan, lekin uning bu yerda qarindoshlari bo'lishi mumkin. Bizning bu yerdagi yashayotgan aholimizga vatanimizdan chiqib ketgan fuqarolar to'g'risida ham qiziq bo'lishi mumkin. Bu albatta do'stlikni, qarindosh urug'chilikni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Hujjatlarning saqlanishini
ta'minlash bo'limida eski yoki shikastlangan qog'oz materiallarini qayta tiklash, ta'mirlash va saqlash jarayoni amalga oshiriladi. Bu xizmatning asosiy maqsadi hujjatning tarixiy qiymatini saqlab qolgan holda keyinchalik buzilishining oldini olish, mavjud zararlarni tuzatish va tashqi ko'rinishini yaxshilashdan iborat. O'zbekiston Milliy arxivini hujjatlarning saqlanishini ta'minlash laboratoriyasi hujjatlarni jismoniy holatini tiklash ishlari bilan shug'ullanadi. Ya'ni o'zimizda Milliy arxiv fondiga oid bo'lgan shu O'zbekiston Milliy arxivida saqlanayotgan hujjatlarni jismoniy holatini tiklanadi. Bunday hujjatlar bizga saqlovxona xodimlari ma'lum bir fondni tanlab olib, o'sha fond orasida o'sha ta'mir talab bo'lgan hujjatlarni saralab yig'ib olgan holatda laboratoriyaga olib kelishadi va biz ularni o'zini ko'rinishiga qarab turib analiz qilgan holatda yaroqlilik muddatini uzaytirish ishlarini boshlaymiz. Bu borada bizda xodimlarimiz o'z malakalarini muntazam ravishda oshirib kelishmoqda. Xususan Turkiya arxivi bilan birgalikda xodimlarimiz o'z malakalarini oshirib kelishdi va shu malakalar asosida biz rahbariyatga takliflarimiz bilan chiqdik va shu taklif asosida ko'rib turganingizdek zamonaviy uskunalar va kerakli materiallar asosida laboratoriyani to'ldirildi. Hozir shu yangi olib kelingan uskunalar asosida ish jarayoni yanada unumdorligi oshdi va o'z samarasini berib kelmoqda. Turkiyada oshirib kelgan malakalar asosida hozir o'z ishimizni muntazam ravishda olib boryapmiz va bu bizning ishimizga juda ham qulayliklar olib kelyapti. Xodimlarni ham, ya'ni yangi kelayotgan xodimlarning malakasini ham muntazam ravishda oshirib borish ishlari amalga oshirilmoqda. Hujjatga asosan turli yo'llar ta'sirida hujjatga zarar yetadi. Asosan inson tarafidan zarar yetgan hujjatlar ko'proq uchraydi. Bu ham bo'lsa arxivda emas, arxivgacha bo'lgan jarayon, ya'ni tashkilotlardan olib kelinayotgan paytini o'zida shunaqa holatga solgan hujjatlarni ko'proq biz zararlangan holatlarini to'xtatib, ularni yana yaroqli holatga keltiramiz, foydalanishga topshiramiz. Bundan tashqari yana hujjatni o'zini tabiiy chirish holatlari bo'ladi, ya'ni havo namligi yoki bo'lmasam qurib ketishi oqibatida hujjat qurib boshlaydi, namlik ta'sirida esa hujjat mog'orlab boshlaydi. Mana shunday holatlarni ko'rib, aniqlab chiqib, biz shu ishlarni olib boramiz laboratoriyada. Aynan shu hozir olib kelgan jihozimiz mana shunday chirigan holatdagi hujjatlarni zamburug'lardan tozalash uchun ancha bizga qulayliklar olib kelyapti. O'zbekiston kino, foto, fono milliy hujjatlari arxivi. Bu yerda 3 turdagi, ya'ni kino, foto va fono hujjatlar saqlanadi. Foto hujjatlarimiz hozirgi kunda taniqli insonlar Nasiba Ibragimova, Turg'un Azizov, Muslim Yo'ldoshev, barcha taniqli insonlar o'zlariga tegishli bo'lgan hujjatlarni shaxsiy fond qilib olib kelib topshirmoqdalar. Bu hujjatlarimizdan tashqari yana madaniy, ma'rifiy hujjatlarimiz ham mavjud. Fono hujjatlarimizga to'xtaladigan bo'lsak, 1937-yilga tegishli fono hujjatlarimiz mavjud. Bu fono hujjatlarimiz ham radio eshittirishlar, har xil O'zbekiston xalq artisti, masalan Yulduz Usmonova, Hoji Akbar Hamidov masalan oladigan bo'lsak, o'zlarining shaxsiy fondlarini olib kelib topshirganlar. Ko'rsatuvlarni, ovozlari, yana qanaqadir radio eshittirishlarda suxandonlarning radio olib borish jarayonlarini ko'rishimiz mumkin. Kino hujjatlariga to'xtaladigan bo'lsak, kino hujjatlarimiz 1936-yildan to hozirgacha bo'lgan kino hujjatlarimiz saqlanadi. Kino hujjatlarimiz pozitiv ko'rinishda, negativ ko'rinishda, fonogramma ko'rinishidagi kino hujjatlarimiz mavjud. Arxivlarda saqlanayotgan hujjatlarni saqlash jarayoniga keladigan bo'lsak, arxivda saqlovxonalarimizda, barcha saqlovxonalarimizda namlik, harorat ahamiyat beriladi. Hozirgi kunda profilaktika ishlari olib borilyapti. Negativlarni yuvish jarayoni yo'lga qo'yilgan. Doimiy tarzda masalan ertalab kelganda xodimlar tomonidan tekshirib boriladi. Namligi qanaqa, qurib qolmaganmi? Shuni olib kelib foydalana olmaymiz. Chunki u javonlarda turgan hujjatni olib keladi. Uni biz maxsus qurilmamiz bor, o'tga namlikka qo'yamiz. O'zini ishxorlari bor, ular bilan qo'yib, ekspertlar tomonidan ko'rib, agar ruxsat berilganda qanaqadir mug'arlar yoki kasalliklar yo'q bo'lsa, kelgan apparatlarimizga qo'yishga ruxsat beriladi. Mazkur farmonga muvofiq arxiv sohasini 2030-yilgacha raqamlashtirish va samarali boshqaruv tizimini yaratishning ustuvor yo'nalishlari aniq belgilab qo'yildi. Mazkur farmonga ko'ra arxiv sohasi 2030-yilga qadar arxiv sohasidagi aynan raqamlashtirish, arxiv hujjatlarini raqamlashtirishni yanada jadallashtirish, arxivlar tomonidan aholiga ko'rsatiladigan xizmatlar sifatini yaxshilash, aholi tomonidan kelib tushgan so'rovlarni bajarish muddatlarini qisqartirish, shu bilan birgalikda arxiv xizmatlarini ko'rsatish
ko'rsatishda bugungi kunda ortiqchalik qilayotgan ba'zi bir byurokratik to'siqlarni, kerak emas bo'lgan hujjatlarni qisqartirish vazifalari belgilandi. Bugungi kunda biz arxivchilar oldida turgan eng muhim ustuvor vazifalardan biri aynan mana shu ish turi arxiv hujjatlarini raqamlashtirish. Umuman olganda O'zbekiston Milliy arxivi misolida oladigan bo'lsak, hujjatlarimizni raqamlashtirish ishlari bo'yicha o'tgan yil davrida ham ancha-muncha salmoqli ishlar amalga oshirildi. Bu borada katta qilingan ish hujjatlarni raqamlashtirish bo'yicha arxivga zamonaviy texnika asob-uskunalarni keltirilishi, shu bilan birgalikda xodimlarni chet el tajribasini o'rganish, malakalarini oshirish ishlari amalga oshirildi. Arxiv hujjatlarini raqamlashtirish bu nafaqat arxiv hujjatlarining asl nusxalarini umrini uzaytirish bilan birgalikda arxiv hujjatlaridan foydalanuvchilar uchun nihoyatda qulay shart-sharoitlar yaratib beradi. Ularni tezkor qidirish, saqlovni ta'minlash jarayonida xavfsizligini ta'minlash masalalari ham aynan shu vazifalar qatoriga kiritiladi. Bizning arxivimizda ham elektronlashtirish uchun Germaniya davlati tomonidan Sintel skaner olib kelindi, 4K formatdagi. Bu skaner juda qulayliklarni yaratadi. Masalan, kadrni olib bo'lgandan keyin har xil chiziqlar bo'ladimi, ortiqcha ovozli bo'ladimi, ularni bemalol o'chirib, o'z asli holatiga qaytarish imkoniyatini beradi. Hozirgi kunda buni rejissyorlar, operatorlar, ko'plab ijodkorlar kelib, o'zlari masalan kerakli bo'lgan hujjatlarni olib, elektron shaklga o'tkazib ketmoqdalar. Kino apparatimiz kelishidan avval ekranga tushirilardi kino va kamera orqali syomka qilinardi va elektron tarzga o'tkazilayotgan edi. Bu kelgandan keyin ancha qulayliklar yaratdi. Arxivda hozir elektronlashtirish faqat elektronlashtirib qo'yilishdan tashqari tizim ishlab chiqildi. Bu tizimga arxivda saqlanayotgan barcha hujjatlar yuklanyapti va hujjat to'g'risidagi ma'lumot, masalan, kim tomonidan, operatori kim, rejissyori kim, barcha ma'lumotlar kirgizilyapti. Masalan, foto qog'ozlarimizni, negativlarimizni oladigan bo'lsak, negativlar qachon olingan, kim tomonidan olingan, barcha hujjat to'g'risidagi ma'lumotlar xodimlar tomonidan kirgizib borilyapti. Tizimni yo'lga qo'yilsa, menimcha tadqiqotchilarga, ilmiy xodimlarga, undan tashqari barcha jismoniy va yuridik shaxslarga ancha qulayliklar yaratgan bo'ladi. Chunki masofadan turib bemalol shu tizimga kirib turib, buyurtma berishlari mumkin va peros grant asosida qo'lga kiritishlari mumkin. Bu qulayligi yo'lkira ketkazishmaydi, vaqtdan unumli foydalanishadi, barcha uchun qulayliklar yaratadi va biz saqlayotgan hujjatlarni qayta elektronlashtirmaymiz. Asl holini kelajak avlodga saqlash uchun ko'p yillar arxiv, kino, foto, fono hujjatlar milliy arxivini madaniy, ma'rifiy siyosatga tegishli bo'lgan hujjatlarimizni, uzoq milliy boyliklarimizni umrini uzaytirish maqsadida bu imanki kelayotgan hozirgi texnikalarimiz, elektronlashtirishga kelayotgan skanerlarimiz juda qulayliklar yaratadi, umrini uzaytirishga yordam beradi. Kelajak avlodimiz unumli foydalanadi degan umiddaman. 2026-yil 1-iyundan amaldagi arxiv axborot tizimlari negizida yagona milliy arxiv axborot tizimi joriy etiladi. Ushbu tizim orqali fuqarolar va tashkilotlar arxiv ma'lumotlariga masofadan turib murojaat qilish, zarur hujjatlarni elektron shaklda olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Toshkent shahar arxiv hududiy boshqarmasi va uning tizimidagi davlat arxivlari tomonidan bir qator ishlar amalga oshirilib kelmoqda. Xususan, raqamlashtirish uchun zamon talabi asosida zamonaviy axborot texnologiya vositalari, skaner vositalari bilan jihozlangan bo'lib, nafaqat texnika vositalari bilan, balki har bir xodim shu raqamlashtirish jarayonida faoliyat olib borilayotgan xodimlarni ham bilim ko'nikmalarini oshirilib kelmoqda. Hozirgi kunda Toshkent shahar arxiv hududiy boshqarmasi va tizim davlat arxivlarimizda 2.400.000 dan ortiq saqlov birligidagi hujjatlar saqlanmoqda. Bulardan 1,5 milliondan ortig'i shaxsiy tarkibga oid 400.000 dan ortig'i Milliy arxiv fond boshqaruv hujjatlariga hamda 57.000 dan ortiq alohida qimmatli hujjatlardandir. Hozirgi kunda shu hujjatlarimiz 25% dan ortig'i raqamlashtirish ishlari amalga oshirilgan bo'lsa, kelgusida reja qo'yildiki, bu shu 2030-yilgacha 60% gacha ko'rsatkich belgilandi. Farmonda ko'rsatib o'tilgan, ya'ni shaxsiy tarkib davlat arxivlari ham tugatilishi bo'yicha hozirgi kunda mana Toshkent shahar arxiv hududiy boshqarma tizimida ham Toshkent shahar shaxsiy tarkib hujjatlar davlat arxivi faoliyat yurgizib kelmoqda. Ularda hozirgi kunda 12.000 dan ortiq fond, 750.000 dan ortiq saqlov birligidagi hujjatlar saqlanib kelmoqda. Ular o'rnatilgan tartibda hozirgi kunda tugatish komissiyalari tashkil etilmoqda. Tugatish bo'yicha taftish ishlari amalga oshirilmoqda hamda
hujjatlar mavjudlik holati o'rganish ishlari amalga oshirilmoqda. Davlat arxiv saqlovlariga qabul qilish jarayonlari olib borilmoqda. Farmonda O'zbekiston Respublika Prezident administratsiya arxivining ham filiallari tugatilmoqda. Bizga O'zbekiston Respublikasida yagona bo'lgan angar ko'rinishdagi saqlovxona barpo etildi. Bu saqlovxonada hozir administratsiya hujjatlari, ya'ni Prezident administratsiyaning 310 mingdan ortiq saqlov birligidagi hujjatlar saqlanmoqda. Ular ham o'rnatilgan tartibda ularga ilmiy texnik ishlov berilmoqda, ro'yxatlar tuzilmoqda hamda xatlov ishlari olib borilmoqda hamda davlat arxivlariga topshirish qabul qilish ishlari o'rnatilgan tartibda qabul qilinmoqda. Raqamlashtirish maqsadlaridan biri bu raqamlashtirilgan har bitta hujjat kelgusi tarixga but yetib kelish asosiy vazifalardan biri bo'lib, aholiga, fuqarolarga qulayliklar yaratish, tarixiy hujjatlarga zarar yetmasligi va kelgusi avlodga but yetib borishlaridan biridir. Arxiv hujjatlarini raqamlashtirish bir nechta bosqichlarda olib boriladi. Avvalambor hujjatlarning elektron nusxalari yaratiladi. Bo'limimizda shu ishlar amalga oshirilmoqda. Keyingi bosqichda elektron nusxasi yaratilgan hujjatlar o'zining ma'lumotlari bilan o'z arxiv agentligi tomonidan yaratilgan davlat arxivlarida raqamlashtirilayotgan arxiv hujjatlarini yagona saqlovini ta'minlash uchun E-arxiv tizimiga bosqichma-bosqich kiritib boriladi. Arxiv hujjatlarini raqamlashtirishning ahamiyatiga keladigan bo'lsak, arxiv hujjatlari ko'p yillar saqlanganda qog'oz shaklidagi hujjatlarda yozuvlarning so'nishi, qog'ozning chetlari buklanishi va unga jismoniy zarar yetish holatlari kuzatiladi. Ushbu holatlarni oldini olish va hujjatlarni saqlovni elektron tarzda olib borishning foydali jihati ularni saqlash muddatlarini uzayadi va foydalanish uchun qulayliklar yaratiladi. Farmonda nazarda tutilgan chora-tadbirlar arxiv hujjatlarini saqlashning ishonchliligini oshirish, ulardan foydalanishni yengillashtirish, fuqarolar va biznes uchun arxiv xizmatlari yanada tezkor va shaffof bo'lishiga xizmat qiladi. Bu jarayonlar esa sohadagi islohotlarning bardavomligini ta'minlaydi.